Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana onlayn Namanganda xolamiz zakaz qiluvdi. Zakazlarga binoan o'tkazib berdi ishlarini. Mana bu ishlari brokerli deyman. Buni funksiyalarini ko'rsatib o'tamiz. Bu holati mana spanli bo'lgan holati. Bu mexanizmlar rasizki yaxshi mexanizmda inshaalloh. Mana tumbalari. Mana ochilganda brokerga 2 metr bo'lgan holati bu. Endi yig'ishtiringchi. İşlashlar doğrusu yengil. Bu mana jurnal ya. Stol bo'lgan holatda. Doskalarimiz 70 ga 170lik bo'ladi. Orqalarini bu yakka spanli holati. Spigalarni ham ko'rsatib o'ting funksiyasini. Ikkala funksiyada turadi bu ham. Masalan, yotoqroq holati. Bu sal tikkaroq holati mana. O'tirib ko'ringchi o'zingiz bitta. Qulayliklari. Xudo xohlasa hamma joyda. Chiroyli dasturxon bo'lsa bo'lsin. Inshaalloh. Xolajon rost ekanmi? Ha, rost ekan. Mana menga mana Andijonda mana shu yigitlar ilohim umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Amin. Mana shu xonadonimga mana o'shalardan olib keldi, uzoqlardan. Juda ham chiroyli, ajoyib narsa ekan. Qo'llari dard ko'rmasin. Ishonchli ekanmi? Ishonchli ekan. Yaxshi Mana ekanmi? uyimga qo'ydirdim, zo'r, qulay. Materiallari ham o'zimga yoqdi. Buyurtma qilganligim uchun sifatli qilib, juda chiroyli qilib olib kelishibdi. Ishoninglar, bularning ishlari halol ekan, zo'r ekan, juda yaxshi. Ilohim omadlarini bersin. Allohu akbar.